O'rtoqlar, sizlarni aeroportlarda tanimasdan orqaga qaytarib yuborishsa, mendan xafa bo'lmanglar. Chunki pasportdagi yoshinglarni men o'zgartirib bera olmayman. No, pasportdagi rasmni o'zgartiradigan sehrli tabletka topdim sizlar uchun. Ishoninglar, yuzinglar mutlaqo o'zgaradi. Ya'ni ko'z atrofi yosharadi. Yuzinglarni osilishlari ketadi, yuzdagi dog'lar ketadi. Yuz nur sochishni boshlaydi. Eng asosiysi esa ajinlar ketib, yuz zo'r namlanib qoladi. Butun yuz mana bu pasportdagidan 10 yoshga точно yosharadi. Demak, yaqin kelib, kamerani prям yaqinlashtirib, сохранить va отправить tugmasini bosib qo'yinglar tanishinglarga, chunki videoni yo'qotib qo'ysanglar, juda ham katta yo'qotish bo'ladi. Boshlaymiz maskani o'rtoqlar. Eng asosiy yoshartiradigan narsa tabletka bu mana shu spirulina. Bu narsani ko'pchilik biladi, juda ham foydasi zo'r. Demak, 4 ta tabletka spirulinani maydalab olamiz va kattaroq idishga solamiz. Unga 1 choy qoshiqda mana shunaqa glina solamiz, ya'ni golubaya glina. Oq glina bo'lsa ham bo'ladi, qizlar. Endi bunga 1 choy qoshiq toza asal solamiz. 1 choy qoshiqda aptechniy glitserin solamiz. Va bu maskamizni eng kuchaytiradigan ingredient bu mana shu vitamin E. Tabiiy vitamin E yog'i bo'lishi kerak. Bundan yarim choy qoshiq solamiz. 5-6 tomchi. Endi maskamiz birikishi uchun qaynab sovigan suv solamiz. Maskamiz yaxshilab birikishi kerak, qizlar. Juda ham suyuq bo'lishi kerak emas, juda ham quyuq bo'lishi kerak emas. Demak, maskamiz tayyor, qizlar. Shunaqa zo'r maska bu. Endi buchi, bilasizlarmi, ana dengiz o'tidan olingan spirulina shunaqa foydali, shunaqa yoshartiradi, shunaqa yuzni oqartiradi, zo'r. Haftada 2 marta 15 daqiqaga surib qo'yiladi, qizlar. Va bundan keyin albatta sivorotka va nochnoy krem surishni unutmanglar. Aptekalardagi muammolar endi aeroportga o'tadi, o'rtoqlar. Endi aeroportda hamma yoqda ajotaj bo'ladi. Rasm tanimaslik, pasport bilan yuz to'g'ri kelmasligi. No, mayli. Zato yosharib chiroyli bo'lib yuramiz. Har doim sizlarga yaxshi narsalarni ulashaman. Lekin apteka muammosi, aeroport muammosini o'zingizlar hal qilib olarsizlar.